İşlemedim günahlar, sözlerimde rüyalar, kederimde bir aşk. Görüyor mu belki de yanlıştır doğrularım. Aşkını sevgini sorguladım. Yollarım kapalıydı zorlamadım. Öldürdüm çiçeğimi yaşatamadım. Sormak gibi belki de yanlış doğrularım. Aşkını sevgini sorguladım. Yollarım kapalıydı zorlamadım. Птица кайф. Турецкая. Çiçeğimi yaşatamadım. Men ismim Maftuna, yoshim esa 14da. Toshkent shahridanman. Ovoz bolalar, biz boshladik. Mani hobbiyim rasm chizish, pianino chalish va ashula aytish. Men juda ham ashula aytish yaxshi ko'raman. Men oyimdan o'rganganman. Oyim maqomchi bo'lganlar. O'sha qorilarda bo'lgan paytim to'ylarda o'tib qolganda. Men o'zi pianist bo'lishni umuman xohlamaganman. Mani oyim majburlaganlar. Men xohlayman, mani orzuyim. Hali menga rahmat aytasan derdilar. 8-sinfdan keyin menga juda ham yoqib qolishi boshladi. Pianinoda chalib, ashulalar aytish yoqib qoldi. Hozir esa men oyimga rahmat deyman. Kattakon meni shu pianinodan olmaganingiz uchun. Uspenskiyda jazoviy gruppamiz bor. Meni ismimga atab ochilgan Maftun Group. Ovoz bolalar men juda ham ko'p kuzatardim. Ayniqsa Ukrainanikini kuzatardim. Juda ham yoqardi. Xudo qarasa menga aytib qolishdi, ovoz bolalar chiqibdi deb. Keyin sirazi casting topshirishni boshladim. Kutdim, men o'tolmadim deb o'yladim. Keyin Malika opa borlar. Oyimga qilibdilar. O'tirdim. Aha, xo'p dedilar oyim. Keyin menga aytdilar, "Maftuna" dedilar. Ha, deb xafa bo'lib o'qisam, "Ovozdan o'tibsan" dedilar. Nima? O'sha paytdagi emotsiyamni tasvirlab bera olmayman. Men o'taman deb o'ylamagandim. Mendan zo'rlar juda ham ko'p bu yoqda. Ko'p o'rtalari bilan ko'rganman, yonida liderstvo kuchli bunda. İşte o'zini doim g'ururli tutadi, aytganini qildiradi, tez arazlab qoladi. Keyin erinchoqligini hisobga olmasa, yomon taraf shu erinchoqligini hisobga olmasa, aday. Bunda hozirgi tanlovlarni chiroyli o'tkazib, qatnashib, yaxshi cho'qqilarga, yaxshi natijaga erishishni tilakdoshiman qizimga. Mamam biz Gladysdan qiynalib ketyapman de. Yo, mamma. O'sha qizga qilib o'tirishdi, odam qo'rqib ketyapti. Meni orzularim sir. Men uncha odamga aytmayman. Menda qo'rquv yo'q. Chunki bilaman, menda bu yerda mendan zo'rlar bor, ovozi, vokali zo'rlar, vokali kuchli. Yana men olmaganman vokal. Shu bitta meni minusim, xatoyim vokal olmaganim. Qarasa katta gap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Maftuna, yoshim esa 14da. Uspenskiy maktabida o'qiyman. Men uchun shuncha Uspenskiyning o'rtoqlarim kelishdi. Rahmat kattakon. Balkonjon. Fanzona zo'r qo'ygan bo'lishim kerak. Fanzona. Qayerdan topdingiz bunday ajoyib qo'shiq? Juda sevaman shu qo'shiqni. Men bu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'raman. Ma'nosi uchun yaxshi ko'rib qo'yaman bu qo'shiqni. Ma'nosini aytib bering, men ma'nosini bilmayman. Ma'nosi bitta erkak bo'lardi-da. Erkak bo'lardi. U odam kasal bo'lib qoladi, yurak kasali va ayollari kasallariga chidolmasdan boshqa erkak bilan yurib ketadilar va o'sha ayollariga erishish uchun juda katta harakat qilib tuzaladilar. U ayol qaytib kelmagandan keyin u odam o'lib qoladi. She'rni ayollariga yozib.
Yo'q, hech kim o'lmasin, ha, bolalar. Hech kim o'lmasin. Bu juda katta kim drama o'lmasin. ekan o'zi ham. Ha? Hamma yashasin, hamma yashasin. Sog'-omon, salomat bo'lib yashasin. Siz ham, yaqinlaringiz ham. Rahmat. Masunaxon, welcome to Botir akaga. Korotko ясно. Botir akam ham gapirmadilar. Yo'q, gapiradilar. Молодец, молодец. Молодец. Katta qiz bo'ldi. Mana shunaqa chiroyli, интересный ashulalar tanlaydi siz bunga endi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Добро пожаловать в проект. Rahmat. Sog' bo'ling. Tabriklab qo'yinglar bir-biringlarni. Gap yo'q, tabriklayman. Rahmat, Juda ham zo'r kattakon. chiqdi. Lekin eshitishim bo'yicha siz o'zi qo'shiqchi emas, pianistsiz. Pianistman, vokal bilan umuman shug'ullanmaganman. Umuman? Umuman. Bir haftada bitta Dilorom opa degan ayol men uchun kurashib ishlab berdilar vokal ustida. Ularga kattakon rahmat aytaman. Botir Rahmat. jamoasiga xush kelibsiz. Omadlar tilab qolaman. Rahmat. Ilhom, bu anaqa loyiha ozgina farqi bor ekanda. Chunki o'tgan safar birinchi sezonda u yerda endi katta-yu erkaklar, ayollar, qizlar, bolalar o'tda oson edi-da. A bu yerda вообще qiyin. Tushunmayapmiz-da, kim o'zi qizi bolami, yoshini Кто tushunmayapmiz. хорошо поет, различать. Никто хорошо. Qanaqa ovozlar, этот тембр. Они же Мальчики, еще девочки. маленькие, kichkintoylar-ku. Я сижу сейчас O'shani ham думаю, uchita o'tganman-da, что 10 yoshmi? mutatsiya bo'ladi hali proyekt paytida. Ovozi ham Aytdim, bilolmaysizda oxirigacha. Балдеть. Класс. Keyingisi sizga kelar ekanda, значит, men pol ochyapman.